Radnoylar agar ozmoqchi bo'layotgan bo'lsanglar, ovqatlanishinglarni tartibga solgan bo'lsanglar, zalga ham chiqqan bo'lsanglar, sport vitaminlaridan ozduruvchi moddalar bor ichinglar kerak. L-karnitin. Men buni o'zimga oldim ichishga. Buni har xil dozirovkalari bo'ladi. Eng katta koni 4000 lik. Qornimda pastida yog' bor, shuni ozgina ketkazmoqchiman. Bu nima qiladi desanglar, bu biza metabolizm bor. O'sha ozayotgan paytimizda kechayotgan hodisa metabolizm deyiladi. O'sha metabolizmni tezlashtirib beradi. Buni o'zi hech qanaqa sehrli vosita emas. Buni o'zini ichib ozib qolmaymiz. Boshida aytganimdek, ovqatlanish, zallar to'g'irlaganimizdan keyin buni ichsak, shu protsessni tezlashtirib beradi. Yog'imizni tezroq eritib, energiyaga aylantirib beradi. Mahsulotimiz Amerikaniki. O'zimiz do'konda bor, sotuvda. Sizlar ochib ko'rsam ham beraman, ichilishlarini o'rgataman. Qopqoqchasi buni ichilish idishi hisoblanadi. Mana shu yerda to'ldirib ichish kerak mana, og'izlari yopiq. Suyuqlik bo'ladi. Suyuqligini olib ichishinglarni maslahat beraman. Bu yaxshi. Mana shunaqa suyuqlikcha bo'ladi. Ham yaxshi, me'daga tegmaydi. Buni qachon ichish kerak? L-karnitinni iloji boricha ertalab yoki obedda ichishinglar kerak. Nimaga desanglar, buni ichida energetik kafeinlari bo'ladi. Uyqingizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun yoki ertalab ovqatlangandan keyin yoki obedga ovqatdan keyin ichishinglarni tavsiya qilaman. Xo'p, L-karnitin kimlar ichsa bo'ladi? Ayollar ham, erkaklar ham ichsa bo'ladi. Aytganimdek, semiz odamlarga tavsiya qilinadi. Mahsulotimizning narxi 270 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, like, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sportingiz bilan bo'lsin, yozgacha ozib oling. Radnoy charchamang.